Bugun har bir oila o'z tomorqasidan samarali foydalanishi uchun barcha zarur sharoitlar yaratib berilgan. Harakat, mehnat qilgan odam mehnatiga yarasha daromad topib, turmushini chiroyli qilmoqda. El dasturxoni to'kin, bozorlar arzon bo'lishiga hissa qo'shmoqda. Toshkent viloyatining O'rta-Chirchiq tumanida yashovchi Baxtiyor Rizqulov ham nafaqaga chiqqach, bo'sh o'tirmasdan issiqxonada qulupni yetishtirishga bel bog'ladi. Bugungi kunda u mehnati ortidan yaxshigina daromadga ham ega bo'lmoqda. Baxtiyor ota hozirda 70 yoshdalar. Ko'p yil ta'lim tizimida o'qituvchi bo'lib ishlagan lavhamiz qahramoni bugun tomorqasidan qo'shimcha daromad olmoqda. Qulupnay ekish teplitsalarni ko'rib, o'shani birga boshlaganmiz. Mana 2 yildan beri qulupnay bilan ancha tajribamiz oshdi. Hatto ko'chat qachon chiqishini, qachon hosilga kirishini, qachon suv seganligini bilamiz. 2,5 sotixli issiqxonada Koreyaning navli qulupnaylarini yetishtirayotgan tadbirkor ushbu yerdan qishin-yozin hosil oladi. Avgust oyida ekiladi. O'sha kapelka tomchilarini sug'organdan keyin hali qulupnay o'zi ildizi popik ildiz bo'ladi. Tez yerga tirmashadi, tez ko'kargani bilinadi. Oyiga masalan har haftada teriladigan bo'lsa, bir haftada 20 kilo, 30 kilo teriladi. Sezoniga qarab summasiga narxi baland bo'ladi. Yangi yil arafasida boya aytdim, 250-300 gacha boradi. Hozir 150 dan Toshkent bozorlari qabul qilyapti. Baxtiyor ota bilan suhbatlashar ekanimiz dehqonchilikni ulug' kasb hisoblab, unga mehr bo'lakligini angladik. Shuningdek, nafaqaga chiqdi degani bu mehnat qilmaslik kerak degan tushunchalarni bizdan yiroqlashtirdi. Nafaqada odam zerikar ekan. O'sha nafaqada ular eshitayotgan, ko'rayotgan bo'lsa, bekorchilikdan Xudo bezor deydi. Shuning uchun biror narsa bilan shug'ullanish kerak. Mana teplitsami yoki bog'dorchilikmi yoki baliqmi yoki parrandachilikmi halol mehnat qilsangiz, farzandlaringiz bilan birorta yaxshi tadbirkorlikni boshlasangiz natijaga erishadi. Ularning hammasi o'sha dehqonchiliklarga berayotgan mukofoti deb hisoblayman. Xalqimizda bir maqol bor: mehnat mehnatning tagi rohat. Bugungi qahramonimizni ham aynan mehnatning samarasini ko'rayotgan dehqonlardan desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi.